O'rtoqlar va obunachilar, xudo xolasa mana sizga bitta proses bo'ladigan molimiz ko'rsatamiz. Bu molimiz 2,5 oy oldin Dog'istondan kelgan birinchi sort Angus bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, yashin bo'lgan. Mana yashin bo'lgan, tillari ham to'la ko'chgan boshqa holatda. Bu molxonamizda misol uchun hozir 300 dan ortiq, 300 boshdan ortiq mol bo'ladigan bo'lsa, bundan mana shu mol boqadigan insonlar sizlarga ham manfaatli video bo'ladi. Like bosib, podpiska bosib ketinglar. Chunki o'zim yaqinda o'rtog'im faqat molxonasi bor edi. Ular ko'p emas, 20 ta 30 bo'ldi, lekin shu yashin kasalligini deb hammasini sotib oldi. Hammasini go'shtga berib hozir yashin kasali pasayasini olaman dedi. Lekin biz xudo xolasa qolganlarga ham bundan qo'rqmaslikni avvalo Alloh, lekin sababchi bizmiz. Xudo xolasa sababini qilamiz. Shu molimiz tuzalgandan keyin qanaqa proseslar ketgan, qanaqa jarayon bo'lgan, nimalarni qilganimizni har bittani xudo xolasa video davomida ulashib boramiz. Shuning uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Inshaalloh Allohdan so'rab biz sababini qilamiz. Chunki bitta bu emas, bundan boshqa mollarni ham tuzatganmiz. Biz bundan kasallikdan qo'rqadigan bo'lganimizda shu molning ichiga shuni tiqib qo'ymagan bo'lardik. Shuning uchun bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa to'liq prosesini batafsil qo'yib boramiz. Qanaqa savolinglar bo'ladigan bo'lsa, nima savol javob bo'lsa beringlar. Xudo xolasa keyingi videolarimizda Avazxon bilan birga batafsil ma'lumotlarni to'liq berib o'tamiz. Har bittasini, misol uchun qaysi joydan kelgan, qanaqa holatda kelgan, hozir qanaqa holatda, nima qilish kerak, nima yem berish kerak, nimani bermaslik kerak, shuni batafsil xudo xolasa tushuntirib o'tamiz.